Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Tarvuz mavsumini ochiq deb e'lon qilamiz va tarvuzning foydali xususiyatlarini sizlarga yetkazamiz. Tarvuz koni foyda ekanligini bilib, har kuni tarvuz yeyishingiz aniq. Tarvuz chanqoqni bosuvchi, tana haroratini tushiruvchi poliz mahsuloti hisoblanadi. U turli yallig'lanishlarda foydali bo'lib, qon bosimini me'yoriga keltiradi. Tarvuz immunitetni mustahkamlaydi. Organizmni yengil hazm qiladigan qandlar, temir, magniy moddalari va folik kislotasi bilan ta'minlaydi. Kamqonlik, ateroskleroz va o'smalar hosil bo'lishidan himoya qiladi. Tarvuz antibiotiklar tayinlangan bemor uchun juda foydali. U siydik haydovchi yaxshi vositadir. Ortiqcha safroni chiqarib tashlaydi. Qonning to'g'ri ishlab chiqarilishi jarayoniga yordam beradi, qonni suyultiradi. Tarvuz sharbati ish terlama kasalligida foydali. Oshqozon ichak trakti zaifroq ishlaydigan kishilarga ham tarvuz etini yeyish tavsiya etilmaydi. Bunda faqat ichakning tonusini ko'taruvchi va qariyalarda uchraydigan ich qotishlarda juda foydali bo'lgan tarvuz sharbatini ichish kerak. Shuningdek, tarvuz sharbati qon, jigar, sariq kasalligi, buyrak hamda o't pufagidagi tosh kasalliklarda juda foydali. Tarvuz buyrak va o't pufagini yaxshi tozalaydi, peshob miqdorini oshiradi, toshlarni va organizmdagi ortiqcha suyuqlikni chiqarishga yordam beradi. Uni gipertoniyada ichish foydali. Bo'g'im kasalliklarida organizmga yaxshi ta'sir qiladi. Ortiqcha vaznga qarshi kurashda yordam beradi. Tarvuz sharbatini kun davomida ovqatlanishlar oralig'ida ichish mumkin. Uni hatto muzlatib, keyinroq iste'mol qilish uchun muzlatgichda saqlab qo'ysa ham bo'ladi. Tarvuz turli parhezlarda va semirish kasalligida tavsiya etiladi. Buyrak tosh kasalligida, jigar, sistit, nefrit, siydik tosh kasalliklarida har kuni 2-2,5 kilogramm tarvuz yeyish maslahat beriladi. U yurak qon tomir tizimi va buyrak kasalliklari bilan bog'liq shishlarda peshob haydovchi vosita sifatida ta'sir qiladi. Agar siz sariq kasalligi yoki o't pufagidagi tosh kasalligiga chalingan bo'lsangiz, unda tarvuz sharbati yoki uning etini unga asal va sirkaning yengil eritmasini qo'shgan holda iste'mol qilishingiz mumkin. Tarvuz qondagi ortiqcha xolesterinni chiqarib tashlashga yordam beradi. Bu aterosklerozga chalingan bemorlar uchun juda muhim. Tarvuz sharbati intoksikatsiyalarda, ovqat qiyinlik bilan hazm qilinganida va ich qotishlarda foydali. U organizmdagi tuzlarni eritadi va chiqarib tashlaydi. Qon va tosh hosil bo'lishining oldini oladi. Shu bois tarvuz podagra va artritda tavsiya etiladi. Tarvuzni qandli diabetga uchragan bemorlarga yeyish tavsiya etilmaydi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron.uz kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.